Mana shunaqa narsalar yoqadi sizlarga. Uyimda yosh bolalar bor. Tiagalarni qirrasini uchirib yuborishyapti. Nima qilsam bo'ladi deganlarga mana bitta yechimi bor, lekin narxiga turib bera olsanglar. Mana shu do'konda poliuretandan bunaqa narsalar bor. Mana baquvvat. Mana bu ham simmet. Xohlagan gullarni quyib beradi. Tortmalar ham bor mana. Ayniqsa mana ramkalar qilinadi-yu devoriga. Shular uchmasin, bolalarim ursa ham uchmasin deb mana o'xshagan simmetga nima bor? Lekin bu poliuretan vashshi baquvvat narsa. Anchaga boradi. Mana narsa. Puki emas bu, vashshi qap to'qilibmiz. Toshga o'xshaydi. Mana mistik olish jarayoni mana surib hamma idealniy bo'lib turadi. Baquvvat narsa chiqadi shundan. Shu urganni ham sinmaydimi, keyin deydigan klientlarga jo'natib qo'ydi shuni. Xullas bu do'kon Aleskiga yetmasdan joylashgan. Ko'p narsalar bor, yana boshqa qiziq narsalar ham bor. Agar narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, men yana kelib obzorni qilib beraman.